sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytdilar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor edingiz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. Nomi doston qadam yetgan hamma yerda bizga hamroh nega borsak bu sarkarda. Sarkarda xalqaro savdo chaklik shirkati tojdorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasining bugungi soni huzuringizda bo'layotdi. Men Abdulla Abdurahim. Uyda qol safarda qoch osrimo bo'lsang agarda hamrohmanga har kuni Allohning nomi sarkarda 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 yeza va shaharda sarkarda sarkarda hamroh Sarkarda yurishlik mahsulotlari. Bugün bizge aziz mihman qatarida söyümlük naqshchimiz Abdurish Yusuf, inimiz Ubul Qasim Ömer ve Shirali Altekinlar bizning so'rinimizda bilib bo'ldi. İnim o'zi Abdurish Yusuf kelganda hamda bu balkim Abdurish Yusufning naqshlarini so'yib anglaydigan tomoshabinlarimiz hammasiga ayon otish o'g'li. Men bu Abdurish bilan tanishdim burunla otishda xeyli nom qozongan bir xalq naqshchisi deb atalgan bir yigit ekanda. Men buncha otishda chiqargan shu xalq naqshlar bo'yicha chiqargan naqshlarni anglaydim. Ondan Urumchiga buncha biz tunishdim burunla kelib turdigan bir faoliyatlarga qatnashib turdigan. Demak, biz shaxsan men bu inim bilan tunishdim burunla otishdan Urumchiga taklif qilingan naqshchilarning qatorasida bağıgan yigitganda o'zi ham otishni Urumchini yaxshi ko'rdi-da. O'zi ham Urumchini yaxshi ko'rdi. Bir sabablar bilan biz bu yigitni tanishib qoldik. Ko'nglida naqshi muzikaga ishtiyoq hamda zo'r. Uning gap ketmaydi. Biz ikkimiz tanishgan vaqtida Abdurishning bir albomini chiqarishga ehtiyoj bor ekan. To'liq o'zining nomida bütün naqshlarning to'plamini chiqarishga ehtiyoj bor ekan. Siz chappagan shu vaqtdagi otishdan shu sening to'plamingni ishlashga taraddud qilgan ideyaviy tayyorligini boshlab biz ko'pchilik bilan bir o'rtoqlashib baqsak shu vaqtida qanday bir o'y fikrlar otishdan Urumchiga chiqish va meni izlab bu ishlarni bir o'rlashtirish planiga kelganligini bir o'rtoqlashib baqsak deyman bizning ko'pchilik bilan. Men asli bu naqshchimi emas. Naqshchimi emas. Burunda. Burun. Adam kichik vaqtida naqshchi bo'lmaydi. Yani demakchi o'g'lim men muzik o'rgangan, muzika qiziqqan aslida. Masalan, men 87-yili to'liqsizning o'qiydigan vaqtimda Şinjan san'at maktabidan o'sha san'at shu yangi imtihon oldiga o'qish qabul qilgan degan xabarni anglab men Qashqarda biz imtihon bergan. Shu vaqtda to'liqsizdan to'liqdan ikki xil turda imtihon oldik. 8 da o'qiydiganlarni oldigan deb men anglayib oldim. Men shu vaqtda 6 sinfda o'qiydim amaliyotda. To'liqsizning 1-yilligida. 6 da o'qib turib 8 da o'qiydiganni oladigan degan anglayib men 8 da o'qiyman deb berib imtihon bergancha. Berib imtihondan shu vaqtda endi Abdulla akamdan shu biz Bijmeydanda imtihon bergan. 87-yili. 87-yili. Bular endi 10-sinfdamiz to'liqda shu vaqtda 10dan dashiga imtihon berganmiz. Men ham to'liqsizdan Abdulla akamdan to'liqdan bular. Demak, shu chog'da unda bo'lgan to'liqsizningki san'at maktabiga imtihon berdiganlarning qatoriga kirma deb, o'zini to'liqsizning kutgan yoki kutayotgan o'quvchilar qatorida bol qilganda. 8 da o'qiyotgan o'quvchi deb bol qilgan. Amaliyotda men 6 sinfda o'qiydim. Shunday o imtihonda qatnashdim, nayati yaxshi 600-700 ga yaqin bal qatnashgan.
Şunu işte aldığınız zaten 10 ken go. Şu 10'ның bir sulap ötken ben. Hatta bana Şinjan sana söyledim. Godocan gelgen. Medeniyet imtihanısı katnaşsam şunu oldular. İşte bolsanlar boldu degan chaqiriq keldi. O kesbi jihatdan o'tabsan. Kesbi jihatdan o'tab medeniyet dersi kıyatla abi degandek men 7 bilan 8 yil dersi ko'rgandan o'tamagan. O'tamagan. Şunu bilan muzikaga berganda shunaqda. Muzikaga bergan. Bu men 7 yosh vaqtimda muzika chelishni boshlab ketgan. 93-yillarga kelganda ana kanchamicha bir to'y to'ykan bu nimada dezching bilan naqsh etilgan bir yangilik ishlar chiqdi bu yoqda. Shuni bilan anchamicha uni bir naqshi o'qib ketib, shuni bilan voy bu deb boshqalar bo'ldi ekan. Sen eson olgan bo'lgandan keyin 93dan boshlab anchamicha bir naqsh etilgan ish qiziqib qoldim. Yani ki 94-yillar bir qarday chiqirdigan bir zamonlikka shu qarday chiqardik. Bu deymi shu o'z navbatida shu doirada hali mumkin bo'lgan endi. Qarday deganimiz hamda shu og'inlarimiz bilan birga o'zimizla yozadigan. Bunda lo'yinjinda besib oladigan. Shunda bo'lib qildi. Keyin men 94-yili Urumchiga keldim. Urumchiga kelib bir müşahede bir taraqqiy qilg'izay bu ishni deb. Aynan keyin bir restoranda bu bezilmesi to'y tekin uyan naqsh o'qib qancha chiqib yurdim. Endi 96-yilga kelganda bu yerda yana bir plastik ishildi. Umumda lo'yin diye lekin yanshing deydi. Yanshing nopozliq ismi nashr qilingan nopozliq deydi birini ishildik. Dostxonim deydiganda. Şu vaqtda shu akkordlashtirish qilib ishiga ishimshadi. Olim sog'laydi. Anadaki 99-yilga kelganda 98 kelganda menda taksilik MTV'lik ishlaydigan bir ish chiqdi deydi. Aynan keyin Sıllı qatarlıq çoğunlar tarım deyilən bir karaoke deyib. Dostxanam nə etdin lan sən? Opçe qıqa bu naqşını. Şunu olan bu plastinkiga bir qiziqish bo'ldi. Shunda bizim de işte deydim ben ishlasak deb. Ondan keyin bu deyni 2000 ga kelganda boshladik. Boshlab shu vaqtda ham de Abdulla akamga böyle naqshini o'qib, ancha-muncha muzika akkordlashtirib qilayotgan ishlarga aralashayotgan bo'lgandan keyin shu ba'zan bir naqshini hamda Abdulla akam bir 4 naqsha bersem aşadan cheppas bo'ldi deganni qo'shimga pikkanda. Mesela ikim kamga, ikim esanga bir nechini Abdullah Abdulkimga bir nechini deb mana bo'lib chaqirgan. Abdulla akamga bir 4 naqshini kelib mashini cheppasingiz deb deyishgandiki ne bo'ldi deb shu yerda biz hamda asas tunishga vaqtimiz dal shu 2000-yilda endi rasmiy ish boshlagan vaqtimiz shu deygi muzik chaqirish sababli shu amaliyotda biz 87-yili biz mana shu san'at maktabining teatr aktyorlik kasbiga imtihon bergan vaqtida bu demak sanmi biz bilan birga shu imtihonga qatnashib muzik furunga to'liqsizdan berayotgan ekansan-da imtihonni. Kasbdan o'tib bo'lgan, uqtirishmi kep bo'lgan, biroq madaniyatlar bo'yicha o'qimagan darslarni imtihon berib bo'lmagan gapda. Agar endi olib qolgan bo'lsa shu demak bir muzikant bo'lib qoldi ekansan-da. Hozirgi taqdirimiz balki boshqa o'xshamaydigan bir taqdir bo'lishi mumkin-da vaqtida. Bosh qiziqish, kichik vaqtda qiziqish muzika bo'lgandan keyin agar imtihondan o'tib o'qigan bo'lsa san'at maktabiga kelib shu bir kasbni maxsus o'rganib turgan. Muzikadan birini 4 yil yo 3 yil o'rgangandan keyin bu ishtiyoq bilan kirib ketgan gap. Balki davomli muzika o'qish mumkin o chog'da. Endi shu ishildimanda gin deb qo'ydiki. Dadamni nayte ama shu san'atga amroq anglaydigan odam-ku. Dadam san'at tanarketchi azroq qo'ldan keldi ekan.
Şu asasen vücutta 4 numaralar oynab жүрген adam bo'lgan ekan. O'zi tanarketchi adam. Şu naqshi muzika menda san'at faoliyatlariga aktiv amroq adam ekan. Shunga dadam deydi, balam men o'lib ketib qolsam, yig'lab yurmay shu naqshni o'qib bersang bo'ladi deydi. Sen terbiyechi bo'lib qaraganda, idisi yomon. Qavramiga berib naqshni ishkin o'qib ketsangmi bo'ladi deydi. Shu gaplar faqat esimdan chiqmaydi. Gaplarga qaraganda dadam sening shunday bir naqshchi bo'lishini undan bir o'ylagan arzu tutgan. Bek medet bek dadam. Na kamsiz adam deyman. Gapni jiqilmaydigan shu yig'ib yetti o'lchab bir qilgan adam. Bu cho'nglarning har bir eg'iz gipi odamga kiymiş biz cho'nglarni o'ylab qolganmiz qarab. Birini bilib degan bo'g'imiti deb o'ylab qoldim. Menmi menimi dadam shunda başta bir xalqqa yaramli bir tunilgan bir adam bo'lgan bo'lsa bir eg'iz gip bordi. Atalmagan erdan atalgan do'ng yaxshi deydi. Shuni menga deb qo'ygan. Sizmi keyin atalgan do'ng bo'lasiz bilandi. Bunda bir eg'iz gaplarni adam keyin o'ylab qolgan. Xuddi hozir sening dadam degandek mening o'limimda yig'lab yurmay bular qavrashing berib ikki naqshni aytib qo'ysam bo'ladi degan gapni o'zi balkim adam qattiq bir arzusi bo'lishi mumkin. Sanat ishtiyoqi bor kelishida. Bunday adam bo'lishini balkim shu vaqtida bir ko'ngliga tutgan bo'lishi mumkin-da. Ashta bulat endi u deygining ilqi plastinkining gipi qaytib kelaylamda. Shuning bilan shu vaqtidan da ma dey plastik ishlaydigan deychim bek chiqqan. Bir endi ismini demaylar, endi bir deychi birodar mushting deyingni bir ishlasak degan bilan bo'ldi deb Abdulla akamningki uyiga kelib shunda deb 4 naqshini nimasini qilib ketgandan keyin men bir 4-5 kun o'tkazib men bir o'zim ayrim bir keldimda bu odamning yoniga. Bushli qanday bo'ladi aka, bir tal boshlab vaqtingizni turib Abdulla akam dedi, "Ukam, sen xili bir naqshchi ekansan, yaxshi naqshchi ekansan. Sen ash deychilar qilmasanmi ishni?" deb. O vaqtida qaysi deychining yaxshi ishlaydigan, qaysini qanday ishlaydigan bilmayman men. Deychi deb bilaman. Dastlab ko'rishgan bilanla chiqib ketgan gap degani, ishlaymi degan. Degandan qanday gap desam, mayada Nava Ünsün merkezideydigan Hüseyincan deb bir ağaynimiz var. Bu deychining oldiga shu ash qiysin. Men seni aşınınga tanıştıray. Mayada bizning bir akalarimiz var. Bu ne sen deysan, bunda bir kelib bir maslahat bilan ishingni da qilmamdi deb tunji qadamni biz to'g'ri yo'lga boshlab qo'ydi-da endi. Musulmon Hüseyincan oldi-ku shu mezgilda. U hali undan taraqqiy qilgan. Endi shu vaqtning o'zida men damali farq qilolmasammi u ishni. Lekin u ishning unum bo'lganligini rost bir to'g'ri yo'l boshlab ketgan deb endi xush bo'ldim. Onun endi u deychi deganda uning mablag' silishi, uning keng ko'lam taqdisi o'xshamaydi ekanda. Shundan shu birinchi dey 2000-yili boshladik. 2000 ma'lum deychining bir kasallikmi bir sabab bilan 9 oydak biz ungim eplab muzikamiz bitgandan keyin bir yilga yaqin turib qoldi deychi. Shunda 2001-yil oxiridami taqatdi deyni. Chiqdi, naati yaxshi bo'ldi dedi. Endi yaxshi bo'ldi bizmi bilib turdik. Uniki ta'sir yaxshi bo'lgan. Bilasizki, bak ma'lum bilasiz. Muvaffaqiyat qozongan unda. Shu tunji qadamni endi uning oldidagisi endi unalg'iday chiqargan, yani to'y-to'kimizda mashhur restoran, uni biz hisob demaymiz endi-ku. Ma haqiqiy bir xalqqa amaliy bir narsani yolg'izlikda endi sunib shuni chiqarib shundan azroq natija qozonganimiz haqiqiy rost bo'ldi ishga. Anadan keyin shuni yana keyin bir necha ishladik. Ammo demak shu tunji qadamni
Abdulla akam nayati to'g'ri bir yo'lga yetaklab bana bir hakikaten de bir yaxshi mehr muhabbetini yetkizdi. Hakikaten bir o adam biraz ko'ngil bir baland odamga his qildik. Shunga rahmatni hamda 20 yillik endi ichimizda rahmat deyilak hamda 20 yillik 20 yillik 2000 yılı şu plastinkadan keyin Abdurishning o'zi aytganda san'at hayotida yana bir burilish nuqtasi deb o'ylasak mı bo'ldi. Shundan keyin andın mayli atishda bo'lsin, mayli Shinjong har qaysi joylarda bo'lsin, san'at faoliyatidan ko'p bu burunga qaragan taxmi aynida. Shunday. Tashviqot. O tashviqot yomon tashviqot. Abdurishning kasb bo'lgan qizg'inligini vaqt, iqtisod bu narsalar buzib o'tmasligi mumkin. Mening ko'nglimda shunday. Belkim ailede senin ko'nglingda yengil bo'lmaydigan bir to'sqin bo'lsa, balkim bu bir necha yil uzilib qolishi mumkin sening taraqqiyoting. Men sening yaxshi bir hisobda ustozing yo akang bo'lgan bilan naqshlarni suyib anglaydigan odam ekanligini ham bilasan. Men rag'batlantirmaychi davomli. Salla jimi qilib ketdi, telefon qilmay yo atishda yo Qashqarda ko'rishimiz, bo'lmadi. Bular deb o'tqalab anchagina o'tirib qo'yib, mana yuradigan ishlarimiz bor. Rag'bat beramiz demak. Ammo shu jarayonda mening ozroq xabarim bor. Bugun o'rtoqlashishga bo'lamdi. Shu sening eng zo'r qiyinchiliging bor. Boshqalar deydi, Abdurish bir mazgil uzilib ketdi, yo'qolib ketdi. Unda bo'lmasa bo'ldi debdi. İşte bunun için şu hayatımda tunç gittim. Ben bir nakşı icat kıldım şu. Hayatımda bir nakşı icat kıldım da. Şu üzülüp kılışka münasebetlik. Ona tehe ilan kılınmadı. Kılmakçıymış şu. Yıkandı plan var. 2013 yılları dadam qaytish bo'lib qoldi. Ko'nglimizda bir naqsh etqidek bir kayfiyat yo'q bo'ldi. Bu ishni endi bir nima qilib tursak, eng yomon bo'lgani mening ayolim ig'ir bir kasallik yiqilib qoldi. Ulashib keldi. Keyindan kelib qoldi. Bu uning ustiga doktor endi shu Abdunur rayonimizdagi eng munavvar doktorxona bo'lgan birinchi doktorxona desak shular yakuni shu chiqadi. Bu kasal saqaymaydi degan bir yakuni chiqib qo'ydi. Shuna bilan bolalarimiz sal ushoq. Hatto quchoqda 3-4 oylik bu vaqtda naqab qilgan holatda. Şunun bilan endi uning cho'nglarimi ushoqda. Shu xuddi bu kasal saqaymaydi desak, bo'lib yo'g'on qon bilan mushak bo'lgandeklar bir sizim bo'lib ketdi shu zamatni menga. Shuning bilan ash minutlar 10 yosh umrim qisqarib ketdim deb his qilaman o'zimni. Sen shunchalik kuchli ta'sir qildi bu gap. Saqaymadi. Endi bu xotin degan bazad bo'lgan bilan bolaning onasida uni nima gapni qilsa. Bu yerda uchiqroq desak, sen ayolingni yaxshi ko'rsan. Muhabbat bor. Shunda bolaning onasini endi bola ushoq tursa, endi amaliyotda to'g'risini degan vaqtida bu o'lmay men o'ldiganlar ish chiqib ketgan meningda. Shu sababli endi zo'r qiyinchilikqa duch keldim endi. Buning yoki iqtisodiy yoki boshqa sabab yo'q. Ammo kasal uning ustiga 4 oyda bir qitim doktorxonada yetishi shart endi shunday shunday chiqadi. Shuning bilan buni 4 oyda bir qitim endi u atishda ayolim davlat kadr endi. Buni bu yoq ekilish kerak ekan, bu yerda davolat bir mezgil turish to'g'ri keldi ekan, yana bu xizmat bor ekan, balla ushoq ekan degandek, shunday bir o'ngishsizlik bilan
Ötep ketdi bir 5-6 yıl hayatım. Ama içimde uqib turdim naqshimda. Ya bir televizor yoki bir bu kişilik bunday haligi qatnashamdim, u qatordan sal qilib qilish bo'ldi. Lekin ichimda o'qib turdim. Lekin Abdurishning mushu hozir mana biz ko'pchilik bilan o'rtoqlashgandek eng muhim sababi vaqt yoki iqtisodiy yoki boshqa sabablar emas. Eng asosligi oilasida yuz bergan mana biz anglab o'tgan shu singlimizning bolalarning onasining yoki Abdurishning umrlik hamrohining tuyuqsiz ana bir ig'ir kasal bilan yengilolmaydigan bir qiyinchilikqa duch kelganligi bo'ldi-da. Bugun biz ko'pchilik bilan buni o'rtoqlashdik. Balkim shu jiq do'stlarimizmi seni mush tarafdagi mush sirlaring bilan, mush munglaring bilan mungdash qilsa bilgisi bor bo'lishi mumkin. Ko'p so'raydi. Ondan hozirgi kelgis davolash bo'layotganda sonimizni. U davolanish to'xtab qolmaydi. Umrlik dedimdi. Bu davolanish buni qildimmi bag'asira chunqurilish. Endi kesel yaxshilanish qilmasa davolanishmi bo'shaydigan. Agar taraqqiyotning bo'lsa, u yana bo'ldigan ishki. Men hozircha hali yomon emas. Yana davomli shu davolanish yoki kunda bir qacha dori bor. Endi bir qacha deganim endi 7-8 xil dori olgan, biz to'ksiz bir qacha kelib kelgancha. Da qarab endi demagan bilan ichim og'riydi. Chunki u bir odamning qizi tursa ichim og'riydan bolaning onasi endi menga kelgan endi andashib aytganda bu bir omad deb bildim-ku bu ishni. To'g'ri. Bundaq sinoqda o'tamisak shunda. Shularmi do'st gap qildim. U chunki saq tekkanda menga, saq vaqtda tekkanda. Bizning qo'limizga vaqtda kasal bo'ldi, u bizning omadimiz. Bizning shunaqa mehrimizni berdiganga xizmatini qilgan yana bir fursat bo'ldi. O'zimizni isbotlaydiganga. Shunda. Çaş güzelleştirishdagi bo'sish xarakterlik mahsulot sarkarda chashni bir qitimda yuvib qaraydi suyuqligi chechingizni jonli qaqroq qiladi, rangi o'nglaydi. Tarkibidagi odamga oziqlantirish javri chechingizni texnik sog'lom qiladi. Ishiltish intayin qulaylik. Chashni bir qitimda yuvish, bo'yash maqsadiga yeta olasiz. Sarkarda maxsus siz uchun ishlan. Bu tish asrashdagi bo'sish xarakterlik mahsulot. Tish asrashning eng yangi, eng unumli mahsuloti borliqqa keldi. Sarkarda aql tish shifasi tish quritlashdan oldin olib, tish sog'lomligingizga kapolatlik qiladi. Aqlli kishilarning tanlashi Sarkarda aql tish shifasi. Ko'rayotganingiz Sarkarda xalqaro savdo cheklanish shirkati tajdorligida olib berilayotgan xush keldingiz programmasi. Shu sababdan demak ijod vaqtlari uzilib qoldi. Ondan Urumchiga yaqinroq turishga to'g'ri keldi degina. Birinchidan men 94 hozir 2020 olsa 26 yil o'tdi. Men o'sha Urumchiniki bu so'g'ishda ikki aralıqda cho'g'lab yurgan. Biri men bal vaqtimda Urumchiga kelib o'sha san'at tikalayligimni ko'z tutish maqsadida keldim. Shu aralıqda nurg'un qiyinchiliklar bo'ldiki. Shundaq qiyinchiliklarni yengib keynimga qaytmay davomli oldimga qarab mangdim. Shunga qaragandim ko'nglimga loyiq eng muhim bir narsa bor ekanki, o'sha degan ulug' kichik tinish deymiz ya. Bu indan yomon narsa ekan. Shu men mashina bir tinib qolgan jo'bim. Shu ulug' kichik tinish menga bir g'alaba olib keldi deb bilaman. Men belkim 3 yaş yoki 5 yaş, 3 yaş vaqtidagi ishlaman. Bunaqa xotiram yaxshi-ku. Ashuni eslab deb beralaydigan. Sen palon vaqt manda degandan deydigan manda bir olayligim bor meni. 30 yil avval sen manda degan menga. Men sana manda javob bergan deydigan manda bir xuyim bor meni. Hamma narsa ism bakkan saqlayman. Bu ulug' kichik tinish nerdan kelgan desa, masalan
Abdulla akamlar bizden bir necha yil ilgari bu kasbni qilib natija qozongan yoki biz ham kichik bo'lgankan televizor qarab naqsh o'qisa chunki men xuddi Abdulla akamda yaxshiroq o'qiydigandek tuyg'u bo'lgan ekan ichimizda tinib qolsa ham ishqi rasmiy ichimizda qiziqqan ekan kasbga yoki xat degan gap ichida g'ayrat shijoat orzu armon ondan xat degan gap biz endi ma'muriyatda 5 yashimda o'rgangan 5 yashimda o'rganib kichik bo'lgandan men unutib qoldim-da. Unutib qolib yani 2 yildan keyin sal cho'ng 7 yoshga kelganimda aynan nevrakam Ravabni tanishtirgan qilsa shu nodin yani bir uygunib olgan paytlar shu bitta unutib qolmay ketgan. Ma'muriyatda 5 yosh vaqtida bir o'rgangan. Kichik bo'lgandan keyin unutib qolib 7 yoshga kelganda yana bir uygunib menib ketgan. Shunga bu nayte o'zimda tug'ma deb his qilishim shu. Nayte kichik boshlagan bu ishni. Shunga televizorga qarab havas qilib qoldik, tinib qoldik. Eshik chiqib qanday bo'lgandi deydigan. Shundaq hammadan bir puldan san'atga qiziqqanlardan bo'lsa, unchalik arzu havas bo'ldi, lekin bundaq omadlar hammadan nasib bo'lib ketmaydi ekanda. Lekin ajr qilgan ashning paydo bo'lgan odamlarga cho'qim nasib bo'ldi, tirishqa odamga qalbi nasib bo'ldi ishga. Yani bana bir bildiğim uçurum mushu yigit ayolni yaxshi dam olish uchun kasal bo'lgandan keyin ham ma'lum jihatda bir iqtisodiy asosga texmo puxtroq ega bo'lib mush kasalni uzoqroq davolatganga tayyorlash uchun bir yeziga bir dach shaklli bir o'rin hozir qilgan bir sabab bor. Mush singlimiz uchun mayli iqtisodiy jihatdagi unum yoki bo'lmasa shu qizning shu yerda yezi tip-tip bo'ldi-da. Dam oldirish. Abdulla akam bag'an ekan. Men bag'an. Haqiqatan bu o'yini qanday yasadi deymansan? Shu ras qo'li bilan o'zichami odamlar ishlaydi u yerda cho'qim. Men his qildim. Aynali qilib uloq kichik xap deganda yasab chiqdi. Men o'zim jarayonni bilaman. X vaqtimi? Oxiri u yer borib qara. Basam shu zodi har bir naqshda buning aqidasi bor-da, ko'rdim. O'yinlar kankangare men tushuntiryapti. Aka, menda qilsam bolaning onasi misha kasmi yaxshiroq dam olaydi ekan. Bir kunmi bo'lsa xushal qo'ram o'talaydi ekan. Ondan boshqa endi bir ancha-muncha uni buni ko'rdi, o'zimizni tug'ilib cho'ng'ayrimiz, ota-onamiz dastiga ya, andan haqlik kelsa, sirtqa ancha-muncha ichvarsam, hozir ham naqsh muzikani to'xtatgandan keyin iqtisodiy jihatdan manba buzilib qoldik endi. Shunday yaxshi bir umuman buning shu 6-7 yil qilgan ishlar hammasi ash sonimiz uchun. Biz buning guvoh. Haqiqiy muhabbat. Rasmiy muhabbat desak bo'ldi. Burun sizni deb chaqirib soldim degandek bir hikoya endi, to'g'ri. Mush fikrmajlik qildi qara. Lekin qanday bo'ldi desam, unda bir qurilishni qilgandim, ash o'zini qilgan ash qurilishni o'zining bir hayotidagi asar hisoblanadi. Bir naqshimizni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rdi. Oxiri singlimiz Urumchi davolanimiz bo'lmaydigan chiqqandan keyin ashinimi oxir tashlagan deyman. Biz endi shunda bir balla ta'til bo'lganda bir tug'dik bir oy yoki 15 kunda bosaq bo'ldi. Hammanasi joy-joyda. Biroq taqoqliq. Onam bor. Onammi azg'in keyin 80 ga yaqinlashib qoldi. Yosh uzoq bo'ldi. Onamni anda cho'ng uyga yolg'iz tashlab qo'yishmaydi. Men bilsam bir necha naqshlarni ijod qildim. Xuddi o'zining mijoziga o'xshash, uni sen bak oshkor qilishni xohlamayman. Balkim aytibli berdim bizga. Abdurish ishlagan degan bunda gaplar sening uchun bak muhim emas. Sening uchun shunday bu. Albatta. Endi unida bu shu itiraf qilinish deydigan bir ish bor. Biz ham de mush kasbni haqiqatan de bir sistemlik tarbiyalanib ketgan odammiz birinchisi. Ikkinchidan bundan burun biz bir o'rinliqchi bo'lib maqdiqcha yoki bu o'rinlida
muzikasi Abdurishitniki yo teksti Abdurishitning deb e'lon qilinmagandan keyin unda xalqimi Abdurishitni ulab chiqib qolsa bir xil men ishini o'zim qabul qilmadim-ku, chunki to'g'ri tushunganlar bir yozda, to'g'ri tushunganlar bir yoz gap qilib bo'lmaydi deb. Ko'p narsani xalqning deb e'lon qilib o'tdim. Xalqning bo'lsa, hamiyat shu xalqqa berilgan narsa xalqning bor. Xalqning bo'lsa, bir qadar cho'ngroq bo'ldi ekan. Bu yerda bir katta bir gap chiqdi qara. Xalqning bo'lsa texnik cho'ng bo'ldi. Haq e'tirof qilgani eng muhimda. Bizning shu xalqning ichidagi bir qism, bir son. Xalqning bo'lsa nima bo'pti? Otish xalq naqshlar aslida bor. Ashunday go'zal. Qurilmasi oddiy. Ishni qabul qilgan. Ishni qabul qilgan. Hammadan tam sezgisi shunda, anglash sezgisiga yetmay keladigan chiroyli anglar. Asalda adam istiqboldi. Endi buni balkim bir mezgil unutilib qolgan bo'lishi mumkin yoki bilmay qolgan bo'lishi mumkin. Endi shu bir uzilishdan keyin Abdurishitningki ovozi bu Urumchiga yana qayta Urumchiga o'zimizning madaniyat markazimiz madaniyatning bu yerda qayta bir bix surishning o'zi keyingi yoshlarimiz uchun keyin yana otish naqshlarini texmo voyaga yetkazib aytgan nurg'un shogirdlar uchun bir yo'l hozirlab berdi. Ko'pchilik bilan otish xalq naqshlarining Uyg'ur usullarini o'ynaydiganga, kayfiyatni ko'tardiganga, texmo bir muallaganga anglashlar uchun. Yoki o'zining ro'yini ko'taradigan odamlar uchun bu Uyg'ur usul ajoyib keldi. Udarning tiz ostida Uyg'ur naqshlari uchun otish naqshlari ajoyib bir bakgavdlik. Usul o'ynaysiz kelasizmi? Otish bersin shunday. Hozir 3 bada, bu bolalar aytib, 4 bada, 5 bada. Necha vaqt? 8 kishi bo'lishmi hozir? To'qishmikan. Oshunda da to'ymayaptimizda bu naqshlarning kelib melodiyasiga, bunaqa udaniga. Uning ustiga restoranlarda shu otish perdasini o'qiyolmasa bo'ldi, bo'lmaydi. Qabul qilmaymiz deydi uni. Bo'lmaydi. Chunki ham shuning usul o'yini, usul demak, otish perdalari desam Abdurishit esi keladi. Boshqa keladi. Ve bu cihet hakikaten sen demişsen biz onu aslında itiraf kılımız hem engi alımız seni hizmet gösterdi de engi alsak. Hazır ki gideceğim bana moda nakşı oldu da bu gerçi klasik nakşlar olsun mu? Hazırki zamanda bu moda nakşı oldu. Şunu bunu bir gayri bir yeni uslup nakşı eğitiş ya ki Lewishing deyimiz var moda nakşlar başka klasik nakşlar başka da ağır yutiş minaj taze. Akılsızlık mı ki ya? Taza namuvafiq bir atashmaki deymi? Bu qachon uchun kim uchun xizmat qilsa? Abi yo'q degan gapingiz nihoyat durust bo'ldi-da. Hozirgi zamon biz uchun xizmat qiladi. Mudug'ni rasta bu. Mudug'niki hozir mod naqsh desak bo'laverdi uni. Shunga men bugun shu programmaga bizning bir chiqayotgan bir inimiz bor Asqar Muxtar deb ko'pchilik bildi. To'g'ri. Hozir nihoyat yaxshi taraqqiy qilib yaxshi o'rgalash bo'ladi-da elimizda. Bir tekst bergan Jinim Mashq deydigan xalq tekstiga ishlangan shu Asqar og'ani ishlab qo'ydimi? Abdulla akamning shunday bir programma bor-ki, shunaqa og'an ishlab bersam enim desam. Shu Jinim Mashq degan temaga bir og'an ishlabdi. Men shuni oz bo'lsin ekkeldim. Lazımlaş dedik. Lekin ben anlığımız var. Nakşandır uzun laf. Rahmet. Tibobat tarixiy materiallarda zanchivil, jigdi yelimi, qahva uruqi qatorliqlarning choch chiqishni ilgari surib, bosh terisiga namlik yetkazib, chochni yiltizdan quvvatlaydiganlikka xotirlangan. Sarkardi şirkati bu xil o'simlik materiallarning afzalligini bayqab, Sarkardi shifoiy yurishlik choch so'palarini choch asrashni maqsad, sog'lom chochga ega bo'lishni orzu qilganlar sundi. Choch so'palarini tanlaganimizda bexatar sifatligini tanlashimiz kerak. Chunki choch demak beshimizga toj demakdir. Sarkardi shifoiy xom zanjivil g'uli yurishlik choch so'palari. Ko'rayotganingiz Sarkardi xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida olib berilayotgan Xush keldingiz programmasi.
meşuk, cinim meşuk, canımı özüm artık. Gül meşuk, cinim meşuk, canımı özüm artık. Peşin şoktur, peşin şoktur, peşindim kirpigin şoktur. Canı aylanıp görsem, senin de yakşı yar yoktur. Canı aylanıp görsem, senin de yakşı yar yoktur. Gül meşuk, cinim meşuk, canımı özüm artık. Gül meşuk, cinim meşuk, canımı özüm artık. Yürekli çak çak etken özümün söygünü deymi. Yürekli çak çak etken özümün söygünü deymi. Gül meşuk, cinim meşuk, canımı özüm artık. Gül meşuk, cinim meşuk, canımı özüm artık. Meşuk, cinim meşuk, cemalını görermen mi? Ucunda zar zar akşap, ecel yetme yülermen mi? Ucunda zar zar akşap, ecel yetme yülermen mi? Gül meşuk, cinim meşuk, canımı özüm artık. Gül meşuk, cinim meşuk, canımı özüm artık. Gül meşuk, cinim meşuk, canımı özüm artık. Küçük ketme tuğcuk, sen bulgaç gönlüm tok. Küçük ketme tuğcuk, sen bulgaç gönlüm tok. Gül meşuk, cinim meşuk, canımı özüm artık. Gül meşuk, cinim meşuk, canımı